Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Bankdan hisob raqam ochtirganman. Bank QR kod bergan to'lov qabul qilinsa, bankdagi hisob raqamga pul tushadi. Pul tushganda 1% soliqni o'zi yechib oladimi yoki o'zimiz to'lashimiz kerakmi? Qanday tartibda bo'ladi? Javob uchun oldindan rahmat. Do'stlar, aynan siz bank orqali ishlayotgan bo'lsangiz, kassa apparat terminalingiz bo'lsa, siz oldingidek davom ettirasiz ishingizni. Ya'ni bu nima degani? O'sha solig'ingizni 30 kundan keyin 15-sanagacha hisobotini topshirishingiz kerak. Masalan, birinchi oy tugadi 30 kun, keyingi oyning 15-sanasigacha o'tgan oyning hisobotini topshirishingiz kerak bo'ladi va o'sha hisobotda siz keyin to'laysiz. U sizdan kirqib olmaydi. Shu joyga e'tiborli bo'lasiz. Va keyin siz u hisobotni topshirish orqali solig'ingizni to'lab qo'yasiz. Bank tomonidan berilayotgan QR kod aynan 247-sonli qarorda aytilayotgan QR kod emas u do'stlar. Agar siz aytayotgan o'sha prezidentimizning 247-sonli qarorda belgilangan QR kodni nazarda tutayotgan bo'lsangiz, u orqali to'lov amalga oshirilsa, u haqiqatda 1% pulni yechib olib, sizda joyida yechib oladi va siz 15-sanada hisobotni topshirmasangiz ham bo'ladi. Do'stlar, hisobotni topshirish shart emas degan videolar to'lib ketdi. Ikkitasi boshqa narsa bu. Shuni tushunib oling. Mana bunda siz kassa apparat va terminal orqali ishlayotganingizda hisobot topshirish majburiyati sizda saqlanib qolgan. Lekin siz Paynet xolis orqali ishlasangiz va Paynet xolisga o'xshagan boshqa shunaqa ilovalar orqali ishlaydigan bo'lsangiz, unda majburiyati yo'q. Shuning uchun buni aniqlashtirib olish esdan chiqmasin. Menga obuna bo'ling, like bosing videoga, ko'proq odamga yetib borsin. Foydali bo'lyapti do'stlar hammaga. Va albatta meni keyingi videolarimni o'tkazib yubormasligi uchun saqlab qo'yish esdan chiqmasin. Rahmat, sog' salomat bo'ling.